Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet hafta boshidan kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi va aholini yog'ingarchilikdan ogohlantirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 19-may kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ushbu kunlarda shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatiladi. Harorat esa 26-31 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Toshkentda havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Poytaxtda harorat 26-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Harorat 17-22 daraja issiq bo'ladi.